Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, hamfikrlar, hammaslaklar, Sherali Jo'rayevning muxlislari. Biz bugun endi hozir shu davrada shu xususda gaplashadigan bo'ldik. Biz o'zbeklar qaysidir bir ulug'imiz hayotdan ko'z yumsa, yaxshi odam edi. Xudo rahmat qilsin, yaxshi odam edi. Qo'li ochiq edi. Bizga yo'lda yaxshilik qilib ketaverardi deb qo'ya qolamiz. Lekin men shu o'rinda bir iltimos qilgan bo'lardim. Shu mana o'rislarning kimdir vafot etganini kuzatinglarda, tomosha qilinglardi. 2 kun, 3 kun gapiradi ular televizorda. 2 kun, 3 kunlab gapiradi. Va aytganda shunday gapiradiki, bo'ldi endi. Misol uchun aytaylik. Sherali Jo'rayev o'zi bilan butun bir davrni olib ketdi. Endi u davr bo'lmaydi degan gaplarni gapiradi. Misol uchun kino aktyori bo'ladimi, u teatr aktyori bo'ladimi yoki qo'shiqchisi bo'ladimi? Bu eski sho'ro paytidagi eng ko'p zapretda bo'lgan hofiz Vladimir Vysotskiy. Vysotskiy bo'ldi. U yomon bo'lgan u, lekin uni vafoti bor-ku. Ana uni zapret qilganlar hammasini ko'zini mana shunday peladay ochib ketgandi ko'chaga. Odamlar haligi bizni tilda aytganda janozasi qachon bo'lishini bilmay, bir kun, 2 kunlab kun bo'yi ko'cha yuzida turgan. Bu bitta davrni olib ketdi va O'zbekda eng ko'p zapretda bo'lgan hofiza Sherali Jo'rayev. Odam turpoq bo'lib ketdi. Lekin bizda endi hali musulmonchilikda bugun vafot etsa, bugun olib borib, ertaga azonga, bomdodga chiqarishimiz kerak. Endi ruslarda 3 kunlab ham turaveradi. Saqlab qo'yadi, palon kuni xayrlashuv bo'ladi deydi, teatrda bo'ladi xayrlashuv deydi yoki filarmoniyada, keyin palon qabristonda ular e'lon qiladi. Bizda hamma narsa endi shu o'zbekchilik, musulmonchilik iqlimimizdan kelib chiqqan. Shu bugun agar ertalab o'tsa peshinga yo asrga, peshinda o'tsa asrga yo shomga iloji boricha tezroq joylab qo'yamiz. Shunda ustozning she'ragani o'tganini ham ko'pchilik bilib bilmay, eshitmay qoldi-da. Agar shunaqa bo'lganda, shunaqa imkon bo'lganda, bu ko'chalardagi, chorrahalardagi misolchilardagi nimalarni eplashtirib bo'lmasdi Muhammadjon aka. Va biz bemalol aytishimiz mumkinki, hozir esimga tushib ketdi. Bemalol aytishimiz mumkinki, Sherali Jo'rayev o'zi vafoti bilan, o'zi jisman vafot etgan bo'lsa ham, o'zi ruhiy bir katta bir davrni o'zi bilan olib ketdi-da. Bunaqa qo'shiq aytadigan, u qulog'ingdan kirib, oyog'ingni boshmaldog'iga, suyagigacha ta'sir qilib yetib boradigan qo'shiqlarni aytadigan hofizlarimiz kam. Kam bir qo'l barmog'i bilan sanarli. Yo'q, desa ham bo'ladi. Bir kuni hozir kulganimiz sababi shunaqa joyda o'tirdik. Aytib, bitta hofiz bor endi shu Sherali Jo'rayevga o'xshab ketadigan. Kim dedi, jahli chiqib ketyapti. Bir Ahrojon Usmonov degan bir hofizimiz bor. Shu badaning jimirlatadigan qo'shiqlar aytib qo'yadi. Har doim emas. Orasida chiqib qoladi. Tushuntsam, ha, umi dedi. Men aytdim, so'zi yetkazish ma'nosida dedim. Sherali Jo'rayev ijrosini hech kim qilib bera olmaydi. So'zi yetkazish ma'nosida shu bir qo'shig'i bor. Ey vujud, tuproq senu tuproqdan ibrat olmading. Ey ko'ngil, yaproq sanu yaproqdan ibrat olmading deydi. Bunaqa qo'shiqni faqat Sherali Jo'rayev aytish mumkin edi. Shunaqangi teg'izib, o'sha ma'noda gapirdim. Shu jihatdan ustoz vafot etganlarida shu katta davrni o'zlari bilan olib ketib qoldilar. Bizni uyimizdagi onamga qilgan yubileyni Sherali Jo'rayev kuniga qarab belgilagan. Bo'sh kunlarga. Bo'sh kunga. Men aytdim, mana 5-moydan 10-moygacha bitta kunni aytasiz, o'sha kunga qilaman. Boring deb bitta qo'shiq aytsangiz ham mayli. Ikkita ham aytmang, lekin boring. Borib ona to'g'risida bitta qo'shiq aytib bering menga. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki men Mushtipar ona shu san'atdan yiroq bo'lib qoldi, 5 ta bolamdan yolg'iz o'zi qolib ketib, desam, kunda qaradi, boshqa kunda o'sha 91-yil. Nimada ishlayapmiz? Drujbada ishlayapmiz. Qarab kelib belgiladi, 10-moyga qiling, biz boramiz. Men aytdim, agar boraman deb bormasangiz, endi Sherali aka boribdi bunaqa narsa.
bekitishimiz kerak emas. Qayerqadir yuborsa kimdir borasangiz ketib qolishi ham mumkin. Men siz kelasiz deb shu kunga belgilab qilaman. Agar kelmayman desangiz ayting, men boshqa harakatimni qilaman desam, boramiz. Borib aytamiz. Bo'ldi, 10-oyga belgiladi. O'sha yerda agar nimada bor YouTube'da Ko'ryapmiz. Sherali Jo'rayevga navbat beryapti. Abdumo'min O'tbosarov, xudo rahmat qilsin. Endigi navbatni O'zbekiston xalq artisti, hammamizni sevimli san'atkorimiz, mana Musulbek akam yo'ldoshmi ustozlari Sherali Jo'rayevga beraman dedi. Hozir YouTube'dan ochsangiz ko'rasiz. Bu 91-yildagi gap. Hozir savol tug'iladi-da, Musulbek yo'ldoshi televideniya diktor bo'lsa, afilachi emas, nimasi ustoz bo'lishi mumkin deb haligi mana kalta o'ylaydigan odamlar shunaqa savol beradi. Lekin Sherakani o'sha Shilkovada haligi qo'shiq qilayotganda yonida bo'lganmiz-da biz. Bo'lib nima deydi, maftun bo'lib o'tirganmiz uni qanday ashura ustida ishlashiga. Mana hozir Muhammadjon akam aytdilarki, Hozir to'xtab turinglar. Voy, quloq solib turaylik. Muhammadjon akam aytdilarki, xuftonga olgan tahorati bilan bomdodni o'qigan, kechasi bilan uxlamay ijod qilgan degan narsalarni men o'zim ko'rganligim uchun ko'p gapirgan bo'lsam kerak. Ustozlari deb gapirgan bevosita. Baribir biz o'sha davrada o'zini tutishni, yurishtirishni, gapirishni, qaysidir jihatlarni Sherali Jo'rayevdan olganmiz-da. Albatta. Olganmiz. Buni tan olish kerak. Faxriddin akada mana esladik. Faxriddin Umarovdan olganmiz gap gapirish uslubini. Tomoshabinga zalda o'tiribdi. Tomoshabinga qanday qilish shirin gapirish kerak. Ular tomoshabin shirin so'zni gadoyi. Albatta. Shu nuqtai nazardan ham aytaylik, o'sha maktab bitta bo'lgan. Alloh rahmat qilsin. Sherali Jo'rayev haqida 3-4ta ko'rsatuv qildim. Shu YouTube'da turibdi. Eng ko'p ko'rilganligi o'sha siz aytgan har xil g'iybatni, mayda-chuyda gapni yig'ishtiringlar. Sherali Jo'rayevning san'atimida sizlarni maza qildirgan, o'shandan maza qilaveringlar degan ko'rsatuv juda ko'p ko'rildi. Xudoga shukr, bir 700 mingdan oshiq. Eng ko'p ko'rilgan ko'rsatuvlari YouTube'dagi Sherali Jo'rayev haqidagisi shunisi bo'lgan. Ana unisi 240 ming, ana unisi yana 119 ming. Hammasi o'ziga yarasha, lekin o'sha birinchi chiqqan edi. Muhammadjon aka, siz aytganingizdek, qo'yinglar, tinch qo'yinglar u odamni, o'z holiga qo'yinglar, aytadiganini aytib, yashaydiganini yashab bo'ldi deganidek. Shundan ham xursandmanki, mayli o'sha chiqish orqali Muhammadjon akani topdik. Yo Muhammadjon akam meni topdilar. Men qarang dedi bu. Bor ekansiz dedi, siz shu gapni gapirdingiz. Hamma jim, yo hamma ma'zara ag'darishimdan, bittasi u tarafda, bittasi bu tarafda. Aytib qo'yinglar, nima keragi bor? Haligi yaxshi odamni o'liga ham yaxshilik yetalaydi deb Sherakam to'g'risida rasm mag'zada gap ko'payib turganda bu kishini narsalar chiqib qoldi. Ko'rdi bu kishini taniyman. Biz 94-yilda Arafotda birga ko'rishganmiz. Makka tillarida. Makkada birga bo'lganmiz. Arafotda ko'rganman. Jingalak, chiroyli yigit. Bu odam atrofida odam ko'p. O'sha yerda ko'rganman, lekin muloqotda bo'lmagan. Haligini ko'rganimdagi Zokir qayib ketilgan. Zokir aka deb musulmon edi, topaman. Telefonda deb aka rahmat bor ekansiz. Shundagi shu odam bilan men aka-uka bo'ldim. Doimon hali ko'rishganim yo'q. Aka-uka bo'ldim. Bu odam Chustin tadbirlarga keluvdilar, makam ushladim. O'tgan yil. Aka dedim, mana marshidimdan joy olgansiz dedim. Mana shu vodiyga keladigan bo'lsangiz bir marta gaplashaylik. Jon aka, mana Jonajon akam to'g'risida qo'rqmasdan Toshkentda gapira oladi bu odam. Toshkentlar juda odar yotuvdi. Lekin bu odam dangali gapiradi. Aka, bizni akamizsiz. Shu bugundan ertaman soat 4-5 larda yo 9:10dan keyin gaplashdik. Jiryaman dedi. Shunda aka hamma ish yig'ishtirib, aqavordim, ishlarni qilib shu odamni kutish bilan bo'ldi. Chunki bu odamdan men o'zimni eng yaxshi ko'rgan akamni to'g'risidagi iliq, chiroyli gapni eshitdim-da. Alloh taolo hammamiz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Shedagi odamlar Sherali Jo'rayev orqasidan mana shu yerda bag'di san'atkor emas, hammalari bir umr Sherali Jo'rayev ishlasini aytib tirikchilik qildi, bola chaqa bo'ldi. Bu odam ham Sherali Jo'rayev ishlasini aytdi. Biz eshitib maza qildik. Akam ham ikkalasi hamkasb
Sher akam bilan sal nima qilib gaplashib Qo'shiqni aytgan bo'lmasa yo'lini Yo'q, olgan. yo'lni Yo olgan. haligi viqorini olgan. Yo'q, qo'shiqni ham aytgan bo'ldi. Misol uchun aytaman. Sher akamni juda ko'p san'atkorlarga osh, non, uy, joy bo'lishi uchun hamma narsani berib ketdi. Qo'li bilan sanab bermadi. Shuning san'ati bilan osmonga chiqqanlar bor. Muslim aka sheyga qadam bosib, Sher akam to'g'risida ikki og'iz gapingizni olamiz olib keldik aka. Sher akam to'g'risida bilgan chiroyli gaplaringizni bizga gapirsangiz, chunki sizdan eshitsa bizga yangilik. Bu YouTube'da ozgina bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi hammasi. Lekin Erqulov degan qizga ham rahmat. Bu ham erkak ayol ekan. Gulbahor. Qo'rqmasdan Gulbahor Erqulov ham dangal aytdi-da. Sher akaning o'sha gapi bor-ku, ba'zi bir erkaklar ayoldan battar. Bu o'zi ayol ekan, erkakdan zo'r ekan. Unga ham rahmat ekan. Endi bu deyiladi Sher akamni mavqi hamma san'atkorga bermagan xudo. Sher aka o'z vaqtida ushlab, kerakligicha e'zozlab, kerakli yergacha olib kelib, mana sizlarga deb tashlab ketdi. Bu san'atda noyim ekanmiz, ona maza qilganmiz ekan. Endi ko'pchilik odam bilan aka-uka bo'lishimizga ham Sher akam sababchi. Mana siz bilan aka-uka bo'lishimga ham Sher akam sababchi. Ajdek odamlar hammamizni birlashtirgan odam, bu odam o'sha san'at bilan ham birlashtirib ketdi-da. Joylar jannatdan bo'lsin aka. Uni